Assalomu alaykum. Biz Qo'qon shahrida Jome masjid va madrasasida turibmiz. Bu masjid o'zini shu narsasi bilan farqlanar ekanki, ya'ni bir vaqtda o'zida 3 ta asr ustalarining ishini ko'rishga sazovor bo'lamiz. Xo'p, siz ko'rib turgan joy 19-asrga oid bo'lib, ya'ni 1812-16-yillar mobaynida Amir Umarxon tomonidan qurdirilgan. Bu masjid shunisi bilan farqli o'laroq turar ekanki, ya'ni 100 metr ayvon ichida qad ko'targan ustunlar soni 98 ta. Bu 98 ta ustunga o'rtada turgan minorani qo'shganda 99 soni kelib chiqadi. Bu esa islom dinida Allohning ismlariga qurdirilgan. Endi xuddi shu ustunlar yuqori qismiga qaraganlaringda vassajublarga ko'zlaring tushadi. Ya'ni kvadrat shaklda yasalgan vassajublarda har bittasi bitta songa ega bo'lib, 100 metr ayvon ichida 114 ta. Bu esa Qur'oni Karimdagi suraning ma'nosini bildiradi. Masjidda mihrab soni 4 tadan iborat bo'lib, ya'ni masjidimizda 5000 dan ortiq odam namoz o'qishga ega bo'lgan ekan. Shu kunlarda bir vaqt o'zida 4 ta imom boshqarishga ega bo'lgan ekan. Asosiy imomning joyi o'rta qismida bo'lgan, bu tomonlarda esa yordamchi imomlar turgan. Mihrab so'zi shu so'zdan iborat bo'ladiki, ya'ni o'z-o'zidan mihrobga imom turgandan keyin ovoz mihrobga uriladi va orqaga qaytishi uchun yuqorida akustikalari ham bor. Siz ko'rib turgan joy Xonaqoh deb nomlanadi. Ya'ni Qo'qon shahri azaldan nomlanadiki, shamollar shahri deb. Demak, bu joy ham Xonaqoh ham shamollardan panoh qilish maqsadida yaratilgan. Hozirgi kunda jamoat bu namoz o'qilmasa-da, mehmonlar uchun chiroyli qilib sharoitlar yaratib qo'yilgan. Ya'ni ustunlarni ko'ryapsizlar. Sizlarga gapirib o'tgan 98 ta ustunning 10 tasi ichkarida, 88 tasi tashqarida. Xonaqohga shunday sharoit yaratilganki, ko'rib ajablanasiz. Ya'ni aylana bo'ylab eshiklarni ko'rasiz. Bu aylana bo'ylab eshiklar sababi shundan iboratki, ya'ni odamlar kirib namoz o'qigandan keyin hammasi bir-biriga xalaqit bermasdan har tomonlama chiqish uchun, ya'ni qulaylik uchun. Devorlarining qalinligi 2 metrga yaqin. Buning ham sabab yozda salqin, qishda issiq bo'lishi uchun. Yuqoriga qarasalaring gumbazlarni ko'rasizlar. Ya'ni bularning sababi ham shundan iboratki, kirgan yillarda qorong'ulikka o'xshaydi. O'rtaga yurilgan sari yorug'lik tushadi. Jome masjidida yana bir narsaga ahamiyat berasizki, ya'ni Jome masjidining qoq markazida minora qad rostlagan. Ya'ni bu minora kalomni balandligi 23 metrdan tashkil topgan bo'lib, ichida 50 ta zinadan tashkil topgan. Ilon izi bo'ylab chiqiladi. Buni asosiy vazifasi 5 vaqt namozga azon chaqirishdan iborat. Bu ko'rib turgan ayvonlari 19-asrga oid bo'lib, Qo'qonda juda ham mashhur bo'lgan Qodirjon Haydarov tomonidan qurdirilgan. Bu ustunlar farqi shundaki, e'tibor berib qarasalaring, birining naqshi boshqasida takrorlanmaydi. Hammasiniki o'zgacha go'zallik usulida. Sizlar ko'rib turgan joy amaliy san'at zali bo'ladi. Bu joyga kirganlaringdan keyin darhol o'zbek xonadoniga ko'zlaring tushadi. Ya'ni bu tomonimda turgan joy o'zbek xonadoni deb nomlanadi. Turistlarni juda ham jalb qilgan narsasi bu o'zbek milliy beshiklarimizdan iborat. Ya'ni unda balalarning tekis yotishi, quruq yotishi va ayollarning undan unumli foydalanishi haqida gapirib o'tiladi. Bu joyda yana shunday chiroyli narsalarga ko'zlaring tushar ekanki, ya'ni qo'li gul ustalar tomonidan yasalgan sopol buyumlar, liboslar, keramika, misgarlik, hattoki ayollar taqinchog'ini ham ko'rishga sazovor bo'lasiz. Siz ko'rib turgan joy Amir Umarxon davrida madrasa qismi bo'lgan. Hozirgi kunga kelib madrasa qismi afsuski saqlanib qolinmagan. Hozirgi kunda bu tomonda zargarlik, kamdakor, adras, yog'och o'ymakor hunarmandlar tomonidan o'z ish faoliyatini yurg'izdirib kelyapti. Bu joyda Qodirjon Haydarovning 7-avlodi Jamshid Umarov yog'och o'ymakorligi bilan shug'ullanadi. Ko'rib turganlaringdek, Jamshidjon Umarov hozirgi kunda o'z ishlarining ustasi bo'lib, ya'ni yog'och o'ymakorlikda mohir ustasi bo'lib, turistlarni o'zlariga jalb qilib kelishmoqda. Bu joyga kelib, yana bir hunarmandimizga ko'zimiz tushdi. Ya'ni 5-avlod bo'lmish Vohidjon Karimov hozirgi kunda adras, atlas, ipek matolaridan stanoklarda, ya'ni dastgohlarida
o'zlarini hunarmandlari bilan mashhur bo'lib kelishyapti. Yana bir narsa deymiz. Bu deganda do'ppi. Bu milliy do'ppi erkaklarning yengil bosh kiyimi hisoblanadi. Yozda kunida oftobdan saqlaydi. Do'ppini turlari juda ham ko'p. Do'ppini guliga qaratib har bir millatni ajratib olishimiz mumkin. Bu joyga kelib Vohidjon Karimovni o'z dastgohlarida oila qatori, ya'ni farzandlari bilan o'z usullarini, mahorat darslarini juda ham chiroyli tarzda o'tkazdirishyapti. Bu joyga kelib nafaqat ustani dastgohida, balkim tayyor mahsulotlarini xarid qilsangiz ham bo'ladi. Iglimdagi libos esa 100% ipakdan tayyorlangan. Sizlarga tanishtirib o'tgan joyim jome masjid va madrasasi bo'ladi. Sizlarga ekskursiyamiz manzur bo'ldi degan umiddamiz.